Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi masalamiz demak valid anagram, ya'ni anagrammami yoki anagrammasimi shuni aniqlashimiz kerak ekan. Xo'p, ushbu masala array mavzusidan bu ham. Xo'p, demak masala shartiga o'tamiz birdan. Birinchi tushuna olamiz masalani. O'zi string bo'yicha ekan, asosan string va array mavzulari bo'yicha. Bu yerda toplarni ko'rsak bo'ladi. String asosan va sorting, hash table mana shu mavzular qatnashishi kerak ekan. Xo'p, bizda demak ikkita string berilgan ekan. S va T mana. Va mana shu ya'ni anagram deganda o'zi nima degani? Anagram deganda mana bu xarakterlari bor-ku, bunda mavjud bo'lgan hamma xarakterlar bunda ham mavjud bo'lsa, faqatgina so'zlar inobatga olinyapti bu yerda. Agar savol berish mumkin, misol uchun nimachi qanaqadir belgilar bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bu yerda belgilar deyilmagan. Mana bu yerda o'qishingiz mumkin. Letter deyapti. Different words and phrase demak harflari, faqatgina harflar nazarda tutilyapti. Tushundingmi? Misol uchun bu anagram. Nima uchun? Chunki mana bu yerda anagram so'zini oladigan bo'lsak va mana bu yerga tashlasak, xo'p, anagramda a nechta? Misol uchun a bu yerda 2 marta takrorlangan, to'g'rimi? 2 times deymiz. Xo'p, misol uchun n necha marotaba takrorlangan? 1 marta takrorlangan. To'g'rimi? Keyin yana qaysi? Uzr, mana bu a 3 marta ekan, adashimmi? Xo'p, g-chi g harfi 1 marta ekan. To'g'rimi? Va m harfi esa necha marotaba? 1 marta. Bo'ldi. Ana endi nagramni qarang. Bu so'z ham xuddi shunaqa. Misol uchun endi buni sanab chiqsangiz agar, buni harflarini sanab chiqsangiz, a bunda 3 ta, bunda ham g ham bitta, r ham bitta va g ham bitta. To'g'rimi? Men rni sanamay ketibman. Demak r ham bitta, to'g'rimi? Tushundingmi? Ya'ni ikkita so'z bor. Mana shu ikkita so'zda har bitta xarakteri o'lchami soni to'g'ri kelsa bo'ldi, bu anagram hisoblanadi. Mana bunga e'tibor bering, red bilan carga. To'g'ri, aytish mumkinki r bilan, ya'ni a harfi bilan r harfi bir xil, lekin s bilan t to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun bu false. Tushundingmi? Mana shunaqa. Ya'ni biz o'zi menimcha mantiqni tushundik, to'g'rimi? Ya'ni qanaqa holatini tushundik. Demak, buni bir nechta usuli bor. Men asosan mana shu 3 ta usulni ko'rdim. Men bugungi videoda optimal yechimini ko'rsatib beraman. Bu hashmap orqali. Misol uchun oddiygina siz xayolingizga kelishi mumkin. Nima? Qaysi xayolingizga kelishi mumkin? Misol uchun sortlash, to'g'rimi? Eng osoni, misol uchun sortlanganda ham bilsangiz, mana shu anagram so'zini sortlamoqchi bo'ldikda, nima bo'ladi? A keyin n g r yo'q, m r bo'ladi, to'g'rimi? Yo adashdimmi? Yo g bu yoqqa o'tarkan, uzr. Mana, ya'ni tartiblangan holatda harflar sortlanganda, ya'ni mana shu tartibda bo'ladi, to'g'rimi? Agar mana buni olib, keyin ikkinchisini ham olib, xuddi shuni tartiblasangiz, mana bunga teng bo'lib qoladi. Demak, bu degani nima degani? Demak, tartiblangan string bir-biriga teng bo'lsa, bo'ldi, bu anagram. Tushundingmi? Demak, bo'ldi. Bu yerda sorted demak s agarda demak sortedga t ni ham sortlanganiga teng bo'lsa, bo'ldi, bu anagram hisoblanadi. Misol bilan ishlatib ko'rsak, bu to'g'ri ishlash kerak. Voy. Qayerdadir xatolik bo'ldi. Qayerda xatolik bo'ldi? Buni o'chirib tashlashimiz kerak. Shunga sal anon bo'lyapti. Mana. Demak, tushundingmi? Jarayonni tushundik, masala shartini tushundik va yechimni ham tushundik. Bu endi oddiygina usul edi. Endi hashmap bilan ishlab ko'ramiz. Hashmapda qanaqa bo'ladi? O'zi hashmap deganda nima? O'zi hashmap nimaligini yaxshi tushunib olish kerak. Hashmap bu xuddi obyektga, dictionaryga o'xshab ketadi. Python holatida dictionaryga o'xshab ketadi. Lekin uni farqlari bor baribir. Uni o'zingiz Googledan search qilib, izlab, o'rganib chiqsangiz juda ham qo'l keladi. Endi biz nima qilamiz? Biz hashmap orqali ishlab ko'ramiz. Qanaqa qilamiz? Birinchi o'rinda shart berishimiz kerak. Agarda bu stringlarni, misol uchun constraintlar bo'ladi, har xil. Agarda bu stringlar uzunligi teng bo'lmasa, bo'ldi, o'zi bu nimaga kirmaydi, to'g'rimi? Hozir shuni ko'ra olaylik. Video yozilyapti hammasi zo'r. Agarda bu stringimiz ikkita stringning uzunligiga teng bo'lmasa, bu false qaytish kerak, to'g'rimi? Chunki bu holatda
bizda anagram hisoblanmaydi. Shuning uchun bu shartini kiritib ketamiz. Agar teng bo'lmasa, demak returnda false qo'yamiz. Bo'ldi. Ana endi biza hashmap orqali nima qilamiz? Hashmapda bilsanglar, mana bu counts degan bitta mana shu hashmap, ya'ni dictionary. Mana shu dictionaryni ochib oldik, to'g'rimi? Men nima qilmoqchiman? Bilsanglar, dictionary qanaqa tartibda joylashadi? Key value pairs, to'g'rimi? Mana bunaqa key value pairs bo'yicha joylashtirmoqchiman. Misol uchun, agarda harflar bitta takrorlansa bitta, misol uchun mana shu anagram so'zini olaylikda, mana shu anagram so'zini olaylikda, e'tibor bering. Mana shu so'zda a harfi necha marta takrorlangan, g harfi xuddi bu ham sanashga kiradi. Faqat bunda key value pair qilib saqlaymizda, keyin ikkala dictionaryni solishtiramiz. O'shanda ikkala dictionary ham teng bo'lsa bo'ldi, demak bu anagram bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni misol uchun a bunga teng bo'ldi. Misol uchun endi sanab ko'ramiz. Misol uchun a nechta bor bu yerda? 3 ta, to'g'rimi? Demak, g ni sanaymiz. G nechta? Bitta, to'g'rimi? Xuddi mana shu tartibda bo'lib ketaveradi. Misol uchun n nechta? Bitta. Va hokazo bo'lib ketaveradi. Ya'ni mana shunaqa qilib sana olamiz har bitta xarakterni. Ya'ni key sifatida xarakterni beramiz, value sifatida dastlab 1 deb beramiz. Agarda mana shu nima desa bo'ladi? Dictionary'imda agar bu bo'lsa, bo'ldi, birga qo'shib ketaversin, bir qo'shib ketaversin. Tushundingmi? Mana shunaqa qilamiz. Mana tushunarli bo'ldi. Keling, baribir amaliyotda ko'rsak yaxshiroq menimcha. Misol uchun for in range. Len, misol uchun birinchi s dan yurayman, to'g'rimi? Xo'p, uzr, s dan deyman. Birinchi o'rinda men nima qilay? Ikkita obyekt yaratib olaman, counts va counts t. Ya'ni count t deb aytib ketsam ham bo'ladi menimcha. Mana tushundingmi? Buni endi bu Python xususiyati, mana shunaqa yaratsak bo'ladi, to'g'rimi? Menimcha bo'ladi, shunaqa qilsak, sal orasini ochib, bo'ldi. Ana nima qilamiz? Mana shu ikkitasini biz key value pair sifatida buni olamizda va shuni qo'shib ketaveramiz. Demak, s ni uzunligicha oldim. Nimaga? O'zi agar uzunliklari teng bo'lsa, sirazi false qaytadi. Mana chunki uzunligi teng bo'lmadim, bo'ldi. Bu nima hisoblanmaydi? Nima deydi? Anagram bo'la olmaydi. Shuning uchun biz bu holatda uzunligi teng bo'lgan holatini ko'ryapmiz. Tushundingmi? Xohlasangiz s ni uzunligini oling, xohlasangiz t ni uzunligini oling. Farqi yo'q, ikkalasining baribir uzunligi bir xilda. O'sha uchun shuni uzunligi bo'yicha aylantiramiz. Ya'ni aylanamiz, iteratsiya qilamiz. Ana endi men counts s ga, counts o'tib ketdi. Counts s ga, ya'ni mana shu counts ga birinchi o'rinda key value key sifatida boya ko'rdik-ku mana bu yerda. Key sifatida mana bu stringni xarakterlarini beraveraman. Key sifatida berdim va 1 ga 1 bo'ladi, to'g'rimi? Agar bo'lmasa 1 bo'ladi. Agarda bo'lsa qo'shib ketsin. O'sha 1 ga qo'shib ketsin. Buni qanday aniqlaymiz desanglar, qarang. Nimada shunaqa bir metod bor. Misol uchun counts da shunaqa bir dictionaryda shunaqa bir metod bor. Counts get degan metod bor. Misol uchun agar men get a deb olsam, qarang nima qaytadi? None qaytdi, ko'rdinglarmi? Chunki qarang bo'shda bu. Misol uchun agar bunda a 1 bo'lsa edi, bunda qaytardi. A 1 qiymat qaytardi. Lekin yo'q-ku, hozir bo'sh-ku, to'g'rimi? Bo'sh bo'lgani uchun bu none qaytdi. Mana none qaytdi. Demak, mana shu yerda shart beraman men. Agarda get a none bo'lsa, ya'ni bo'lmasa, bo'ldi, uni o'rniga 1 olib ketdingmi? Mana 1 olib ketadi. Tushundingizmi? Aks holda nima qiladi? Qo'shsin. Bitta mana 1 ni qo'shib yuborsin. Tushundingmi? Bo'ldi. Mana shu narsani shuni tayyorni shuni kopiya qilaman. Mana shu yerga beraveraman. Bo'ldi. Mana. Tushundingmi? Mana. Ya'ni a ni oldik. Agar bu none qaytsa bu 1 ni oladi. Agarda mavjud bo'lsa, o'sha 1 ni oladida, keyin yana mana 1 ni qo'shib qo'yadi o'rniga. Tushundingmi? Mana shu tartibda davom etadi. Bo'ldi. Ikkalasi ham bir xil bo'ladi. Ya'ni bu endi counts t uchun pastga shuni olaman, kopiya qilib, pastga yozaman. Faqat men buni endi o'zgartiraman t va men buni ham t qilaman. Bo'ldi. Ana endi nima qilamiz? Returnda ikkalasini taqqoslaymiz. Agar ikkalasi teng bo'ldimi, bo'ldi. Demak, bular anagram hisoblanadi. Tushundingmi? Ikkalasi obyektda bular. Endi aytishingiz mumkin, nimaga unaqa qilyapsiz? Misol uchun bu
ikkalasi har xil referensda turadi-ku, baribir teng bo'lmaydi-ku bu obyektlar deyishingiz mumkin. Yo'q, Pythonda bunaqa emas. Lekin JavaScriptda juda ham bir qattiq tekshiradi bu narsani. Bunda bu holatda unaqa emas. Tushundingmi? Har xil referens bo'lmaydi, bitta referensda bo'ladi. Bu optimal yechim. Nimaga? Chunki bu qanaqa time complexity sarflaydi? Misol uchun buni uzunligi bo'yicha oladigan bo'lsak, bittasini uzunligi bo'yicha ON sarflaydi. Chunki tengi bular. Va nima xotira ishlatmadik, O1 sarflaydi shu uchun. Ketdik, buni ishlatib ko'ramiz. Xo'p. Xatolik berdi. Qayerga xatolik berdi? Tak, count t to'g'ri qildim shekilli. Voy, men buni eslatib ketaman-ku. Uzr, t deb ketishim kerak, chunki biz ikkinchisini qo'shishimiz kerak-da. Ikkinchi stringni. Xo'p, yana bitta xatolik berdi. Yana qayerda xato qildik? Voy, uzr, men buni 1 emas, 0. Xayolim bu 1 ga ketib qoldi. Uzr. Tushundingmi nima uchun 0 bo'lganini? Mana bunaqada, agar nam bo'lsa 0 oladi-da, chunki bu o'zi undan oldin 1 qo'shayotgandik-ku. Mana qarang, 1 da qo'shib ko'rsatib beraman. Misol uchun buni bossam, nima oladi? 2 olyapti. Nimaga 2 olyapti? Chunki yo'q-ku. Nimaga 2 oladi? Uzr, mana bu 0 bo'ladi o'shanda. Endi bossak 1 oladi. Tak, tushundingmi? Mana shu tartibda bo'ladi. Voy, nimaga bunaqa bo'lib qoldi? Okey, endi run qilib ko'raylik. Voy, yana qayerda xatolik qildik? Hozir ko'ramiz. 0 oldi. Voy, buni deb nimaga deb ketyapman? Uzr. Misol sifatida ko'rsatganimga shunga xayolim misol sifatida ketib qolibdi. Ikkalasini dinamik qilishimiz kerak. Chunki har bitta harf keladi. Faqat biz ni ko'ryapmiz. Biz hammasi karakterni ko'rishimiz kerak. Tushundingmi? Bo'ldi. Mana endi bitta submit qilib ko'ramiz va mana masalamiz o'z nihoyasiga yetdi. Menimcha bu tushunarli bo'ldi, to'g'rimi? Unaqa qiyin emas. Faqat buni o'zingiz izlanib, yana boshqa yechimlarni ko'rib, tahlil qilib o'rgansanglar yaxshi. Muhimi data strukturani yaxshi tushunish kerak. O'sha hash mapni, hash table'ni, frequency array'ni o'zingiz ishlab ko'ring. Bu bu nima bilan ishlasa bo'ladi buni. O'sha ASCII kodlar bo'ladi, har bitta harfda o'sha ASCII kodlari bo'yicha ishlasanglar bo'ladi. Endi hozir JavaScript bo'yicha ishlama qilmadik. Mayli, biror narsa qilaylik. O'shani o'zini yozib qo'yamiz hozir. Ikkinchi usulimizni, optimal usulimizni JavaScript uchun ham yozib qo'yamiz. Demak, o'sha shartimiz, tushundingmi buni? Ya'ni uzunligi teng bo'lmadimi? Bo'ldi. Demak, bu nima emas. O'sha bu anagram emas. False bo'ladi va ana endi bitta counts degan bitta obyekt yarataman. Bu yerda ham xuddi shunaqa count t shunaqa t desam bo'lar ekan. Mana count t degan demak ikkita obyekt yaratib oldim. Bu ham hash map. Va ana endi for bo'yicha yurayman. 0 dan bittasini uzunligicha yurayman. Xohlasak uni, xohlasak buni farqi yo'q. Chunki ikkalasi tengda baribir. Tushundingmi? Mana bo'ldi. Ana endi biz nima qildik? Faqat bunda JavaScriptda sal boshqacharoq bo'ladi. Counts sk, ya'ni k sifatida oldim va buni endi boshqacha mana bunaqa bo'ladi, qarang. Counts'ni mana shu k'si agarda mavjud bo'lsa, o'zi 0 olib ketadi, bo'lmasam 1 olib ketadi. Tushundingmi? Ya'ni bu mavjud bo'lsa qiymatini oladi, lekin mavjud bo'lmasa o'zi 0 olib ketadi. Mana shu narsa. Ana endi ikkinchisi ham xuddi shunaqa. Buni ham shunday kopiya qilaman-da, pastga qo'yib. Faqat buni endi esmasida t deb chiqishimiz kerak va men buni ham count emasda count t. Tushundingmi? Buni yana o'zingiz JavaScript compilerda ishlatib bir ko'rsangiz, ma'lum bo'ladi, yaxshiroq tushunasiz. Ana endi buni qarang, e'tibor bering. Obyektlarda ikkalasini tenglayveramiz, qarang. Xuddi nimada qilganimiz kabi, to'g'rimi? Return count c count t sifatida oldik, to'g'ri? Misol uchun ishlatib ko'rdim. Xo'p, nima bo'lar ekan? Qarang. Tak, bu yerda nima bo'ldi? Voy, mana bu narsa nuqta virgul bo'lish kerak edi. Voy. Syntax sal xato ketib qoldi. Hozir Pythonda yozganimdan keyin bunga o'tdim, sal anon bo'lib qoldi. Ko'rdinglarmi, o'sha xatolik berdi.
bunda qarang, o'zi to'g'ri bo'lishi kerak edi, xato bo'ldi. Bizligi holbuki biz to'g'ri yozgandik kodda. Nimaga unaqa bo'ldi? Chunki bu narsa referensial saqlanganligi uchun buni biz string bo'yicha taqqoslashimiz kerak. Ya'ni obyektni JSON stringify orqali nimaga o'ta olamiz? String JSON variantga o'ta olamiz. Tushundingmi? O'shanda menimcha anavi bo'ladi. Bemalol to'g'ri tekshiradi-da. String menimcha o'zi xato yozdim. Hozir ko'ramiz. Stringify-midi? Stringify. Voy, uzr. Negadir qoldi. Hozir. Video ishlayaptimi? Ishlayapti. Hop, JSON stringify. Bo'ldi. Endi spellni saqlab ketishim mumkin, aytib bermaysizlar. Mana shu spelllardan ham o'z vaqtdan ketib qolar ekan. Nima xatolik bo'ldi endi? Tak, stringify to'g'ri yozganman. Tak, bu tipi bilan birga tekshirsinchi. Stringify, menimcha to'g'ri. Yo'q, baribir xatolik beryapti. Qani qayerda xato qildik? Mana shu narsa true yoki falseligini aytib beradi-da. S counts sni. Demak, biz case sifatida berdikda 0 oldik va 1 qo'shib qo'ydik. Bunda ham xuddi shunaqa, faqat bunda count t. To'g'ri bo'lishi kerak lekin. Nimaga unaqa xatolik bo'ldi? Hozir ko'ramiz. Stringify. Menimcha to'g'ri. Counts oldik, count t ni ham oldim. Count t hammasi to'g'ri-ku. Xo'p, mayli. Hozir buni bitta yaga tashlab ko'ramiz. Fix qilib bersinchi. Fix. Qanaqadir xatolik ketdi, bilmadim. Bu boshqacha qilib tekshirib ekan. Bunaqa ikkita stringni bitta nimaga qilib ko'rgan deyapti. Mana bunaqa qilib ko'rgan deyapti. Bunaqa tekshirsang ham bo'ladi, farqi yo'q uni. Mana shu narsa to'g'ri, lekin bir bo'lib borish kerak. Misol uchun buni qo'ysak. Bo'ldi. Bunda ham bir xil. Bilmadim boya qayerda xato qildim. Men bu yerda o'zi minus bo'lish kerak ekan shekilida. Yo'q, bu minus, bu boshqacha, bu orqadan tekshirib keladi. Bu yechim boshqacharoq. Boyagi hashmapdan ozgincha farq qiladi bu. Buni ham o'rganib qo'ygan yaxshi ekan. Mana every degan metodlarni ishlatgan, object value bilan va hokazo. Mana shunaqa. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. Buni ham bitta submit qilib ko'ramiz va shu bilan yakunlaymiz. Mana bu ham ishladi. Xo'p, yana boshqa yechimlarda mana bu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Maqoladan sorting, keyin hashmap bilan ishlangan, keyin mana oxirida frequency ham ishlangan. Buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga. Charchamanglar.